madaniyati. Assalomu alaykum qadrli ekran oldidagi ko'rarmanlar. Qadam televiziyasidagi Uyg'ur madaniyati programmasi o'z ishini davomlashtirdi. Mazkur programmaning riyosatchisi ham muallifi men Qalbnur Arifdan barchangizga daromadlik, omadlik, mehr, muhabbatlik, o'tliq haroratlik salomlar yo'llayman. Xalqim mening san'atkor muqomlarni yaratgan. Qo'zg'ab dilda iftar, olamga dong taratgan. Deb şairlarımız şiirlarda kuyliginidek bugünkü bizning programmamız dal ayni shu 12 muqam haqida bo'lmoq. Avstraliya davlatidan Qozog'iston diyorimizga qadam tashrif qilgan birga mahir, ko'pga qodir, dangliq cho'lpinimiz Shuhrat aka Tursun bugun bizda mehmonda. Shuhrat aka bilan birlikda Qudus Xo'jamiyarov nomidagi Cumhuriyetlik, Akademiyalik Uyg'ur davlat muzika komediya teatridan bir to'p san'atkor cho'lponlarimiz qadam tashrif qildi. Qani o'chaqda suhbatimizni Shuhrat akamizdan boshlagan bo'lsak. Assalomu alaykum Shuhrat aka, xush kelibsiz bizning Qozog'iston diyoriga ham bizning Qadam televiziyasiga. Qani ekran oldidagi ko'rarmanlarimizga oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Hurmatli Qozog'iston diyoridagi Qozog'iston diyorida yashayotgan barliq aziz qarindoshlar, sizlarga hemen Shuhrat Tursundan ve Avustraliyada yashayotgan barliq aziz xalqlardan o'tliq salom. Rahmat. Shuhrat akaning yanında o'tagan mana mushu satarni tutib o'tagan talantliq sazandi yigit. Sizmi o'zingizni ekran oldida ko'rarmanlarimizga tanishtirib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teleko'rarmanlar. Men Abdumtalib Jalolov, mushu Uyg'ur teatrining Navo ansamblining satarchisi. Sizlarga yalquluq salom. Rahmat, Abdumtalib. Qani bu tarafda o'tagan bizning akalarimiz, inlarimizmi o'zlarini tanishtirib o'tgan bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Televizor oldidagi o'tagan ko'rarmanlar. Mening ismim Yusuf Mehirdindan. Salom sizlarga. O'zim Uyg'ur teatrining sazandisi bo'lma. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana biz bir to'p sazandilar Uyg'ur teatridan mushu akamiz Avstraliyadan kelibdi deb akamizlar mo'ngdishdiganga mishat jig'ilib qolibdimiz. Marhamat. O'zingizni tanishtirib o'tganmisiz? Men o'zim Furqat Zoirov mushu Navo ansamblida dutochi bo'lib ishlayapman. Shu akamizning hamlamizning san'at yo'lida ishimiz bilish uchun akamizdan biroz ulgularni alaylik deb keldik. Marhamat. Rahmat. Mana ekran oldidagi ko'rarmanlarimizga har kim o'zinglarni mana shunday yaxshi tanishtirib o'tdinglar. Men bek xush bo'ldim, mamnun bo'ldim. Rahmat. Kara koy kız, ha kız Tener beda bulsun, ay hey sana Dinledin keşke asetenlere aşina aşina bulsun sana
Yasin'i hade derdi ayama. Tavdaki bergi haye Asrindi ergele yanıta asri asrindi Ellerip turgan ekikte kız Közlerim dili ürgüley vay Yasin'i hade derdin ayama. Mana muşundaq sənətkarlar bilan bugünkü proqramımızı davamlaşdırıb oturub Şöhrət aka qəni özünüzni, tərcümalığınızı, tuğulub öskən anı jutunguzni, oxuğan jaylarınızı bir söhbət qılıb etib ötken bolsanız, həmmimizni qiziqtirib atqan bu bir savol. Merhamet. Ben aldı bilen bugünkü muşu filmni, muşu ekranni orunlaştırgıcı sınglimiz Kalbunur'a köp rahmet etmen. Etrafımda otagan muşu milletinki sanat söyler inilerimga köp rahmet etmen. Köp rahmet. Hem de boğallığınlardan hoş oldum kim. Ben Gulcu diyarızda tuğulup üstüm. Benim dadam o şu Gulcu diyarında tuğulup üsken. Biz 4 avlat sanatkarlar bolumuz. Ben 4-incisi de. Dadam öz vaxtideki şu Gulcu'da çalgıçılarla ötken sanatkarlarınki birisi boludu. Şu öz vaxtideki dağınlıq sanatkarlarınki birisi boludu. Dadamның ismi Tursun Hüseyin hem Tursun Salay dep koydu. Ben bu 13 mukamını mana şu dadamdan anlap kulğum pişip şulardan ügünüp dadamnınki şagirdlerden ügünüp aza kadar yetişip kelyapmiz. Ama biz bu sanatga pişip yetilmedik. Yani aldığımızda nurgun basqış ötkenler var. Ügündiğen nurgun yerlerimiz var. Biz yalğız emas, yalğız özüm ügünüp bu yollarını biz bulamayız. Etrafımdaki mana şundaq inilerimizdinki, muştaq singillarimizdinki bizga muştaq dağdam yollarını, muştaq ikrarlarını tayyorlab, albatta xalqimizningki qo'llash quvvatlari bilan bizga ro'yi ozuq berishi bilan yetilimiz. Sizlarga ko'p rahmat. Shu ekran oldida o'tgan barliq aziz qarindoshlarimizga ko'p rahmat aytaman. Men sal gapdan olqib ketdim. Men G'ulji diyardan o'sib yetilgandan keyin shu G'ulji diyarda o'qidim, o'qishlarni tamomladim. Şu arqılıq tunji mening hayotim şu G'ulji diyarda sanat hayotim shu yerda boshlandı. Sanat maktabida bilim oldingizmi?
Tuncu qitim hamda san'at maktabi emas, shu maktabniki san'at kurjikida. Öməklərdə. Öməkdə. Hamda shu öməkniki, yəni yetakchisi mening dadam bo'lgan. Tursun Sallay. Dadam bizdek shu men bilan teng shu davrdagi yosh notalarni birga yetishtirib tarbiyalagan. Hozir shu yetishtirgan bolalarning hammasi vatanda dаңlıq san'atkorlarga aylandi. Men shu san'atkorlarning birisi bo'laman. Evet, yaxshi. Ondan keyin siz bu mana balalik çığınızdan başlap şu dadınız sizni bu san'at yoluga yetaklagan o'xshaydi. Dastlabki qitim necha yoshlarыңызda ham qaysi naqshlarni aytganingiz yodingizda? Meningki dastlabki müzik hayatım, hem de dadam 6 yaş yoqimdan men o'zligimdan tinglab quloq molasi bo'lib o'rgangan dadamlardim. Bir 7-8 yaş kirgandan keyin dadam bizga o'rgatishni boshladi. Tunji o'rgangan naqsham shu 6 yaş vaqtimdagi o'rgangan naqshlardan, mana shu qapqara qo'y ko'zligimdan boshlab o'rgangan. Ondan keyin dadam to'liq g'erib sanamninki naqshlarini yomon to'liq yozilgan odam, hamda muqamdan sirtda. Shu vaqtlardagi g'erib sanamning naqshlarini o'rgangan. Undan sirt shu ko'cha naqshlari deymiz, xalq naqshlari deymiz, mushtaq naqshlarni o'zligimdan shu o'rganib, ijro qilib, cho'ng qilib to'y to'kun va o'tirishlarda shu kichik chog'larimdalam shundoq to'y to'kun so'rovlarda aytishga muyassar bo'ldim. Shu orqali xalqimizningki qo'llab-quvvatlashi bilan shaharlik san'at o'magiga qabul qilindim. Bu vaqtlarda o'sib yetilib maktabda o'qib yurgan vaqtlarimiz, men shu esimni bilsam o'ttir maktablarniki o'tib 8-sinfga kelganda ham shu shaharlik san'at o'makniki meni qabul qilib kasbiy darajada o'rganishga yuzlandingiz. Shu san'at o'makda bo'lib ishladim. Yaxshi. Ondan keyin siz endi bu kasbiy darajada texnik bilimingizni mukammallashtirish uchun qayerlarda tahsil ko'rdingiz? Shuningdan keyin men bu o'makda 1,5 yil qadar shu Davudjon Nasiriy deymiz, Yalqin Yoqub degan ta'mirchi, sazchi akalarimiz, ustozlar, Isamdin kamlar, chaqchaqchi ustozlarninki, Mavlon Ali ustozlarning yetaklashi bilan u yerda 1,5 yil shulardan dars oldim, ham sahnalarda naqshlarni o'rinladim. Shu orqali meningki biroz nomim chiqib, qanday bu shikrlardan meni san'atga tanlab aketgan. Akitib men Markaziy teatr institutida 4 yil biz shu vatandan tanlangan 24 bola bilan birdak o'qib 86-yili Markaziy teatr universitetini bitirib kelgan. Yaxshi. Kasbingiz shu chaqda naqshchi, muqamchimi, yo qanday kasblarni egaldingiz? Meniki muqam o'rganish vaqtim G'o'ljidan boshlangan, ammo u dadamdan o'rgandimda. O'rganib bu nimaga Bejingga borgan ekan, muqam o'rganish, bu xalq naqshlarini o'rganish fursati yo'q bo'ldi bu yerda. Shuning bilan biz bu yoqda aktyorlikni o'rgandik. Aktyorlik deganimizda butun muzika, san'at ishini hammasini o'z ichiga oladi. Masalan, drama, opera, aktyorlik, kino artistlar aktyorlik, muzikchilik, naqsha aytish deymiz, hattoki sportlarni o'z ichiga olgan usullik, balet, hattoki bokschiliklardan tortib, tantarbiya turlaridan tortib hammasini o'z ichiga olib, shu turlarning hammasini biz 4 yilda tamom. Aktyorlik, chevarlik mahoratlarni shu yoqlardan o'qib o'rganib keldingiz. Nihoyat yaxshi. Bu qiziqarlikka. Qani endi kelgan mehmonlar malla savol qo'yavermay, sizlarni bir qiziqtiradigan savollaringlar bo'lsa, Shuhrat akamdan mush fursatni foydalanib, marhamat so'rasanglar bo'ldi, qo'ysanglar bo'ldi. Shuhratga xush kelibsiz. Sizning kelganingiz bo'lsa, biz uchun, san'atchilar uchun cho'ng utuqda. Mana sizdan endi o'rganadigan yerlarimiz bizning tek ko'p.
endi shu xalq naqshlari bir jurish naqshlar, shuningda endi aykiltishlar, jiq aykiltishlar qo'shilib ketib bordi hozir. Bundaq endi o'zimiz san'atchi bo'lgandan keyin ko'pincha yerlarda ato'roq aygimlar qo'shilyapti. Shularga siz ko'z qarshingizni o'zingiz depasangiz. Bu naytimi bir to'g'ri fikrni o'tirib qo'ydim ekan. Mening his qilganimdimi men shundaq bir ko'z qarashlarni bir so'zlaydigan edim. Endi bu chunki men 6 yosh bo'lganimdan bu xalq naqshlarining ishiga cho'kkancho. Nurg'un kichikimdan boshlab nurg'un so'rinlarni ko'rdim, nurg'un sahnalarga chiqdim. Shu jarayonda ta hozirga qadar anglab ham qulog'im pishib kelyotdi bu san'atimizga. Bizning hamda bir kamchilik yerimiz shu naqshlarni o'rilganda bolalarda gap yo'q. O'ginishli gap yo'q. Bolalarning nihoyatda tirishchanligi hozir shunday qiziqib bolalar tirishib o'ginib kelyotdi. Ammo bir yeri bay inimiz degandek ba'zi xalq naqshlarni aytganda xalq naqshlarininki ayni uslubini saqlab qolamadi. Ashuni balkim saqlab kelyotganda deb o'ylayman. Ba'zi vaqtda anglab qolaman-ku. Shu naqshlarga ortiqcha muzikalarni qo'shib o'tadigan, ortiqcha o'ynatib o'tadigan bundaq yerlarni qo'shib kelyotdi. Bu narsa albatta yanılg'usi yaxshi bo'ladi. Qabul qilishga bo'ladi. Ammo ko'nlik kelganda ko'nlikni shu o'z ayni bo'yicha saqlab manganimiz yaxshiroq ekan deb o'ylayman. To'g'ri. Nayt to'g'ri fikrni qilaman aka. Rahmat aka, rahmat. Bizda bu yerda Furqat aka, bu yerki sazanda naqshchilar endi qanday? Masalan, siz Uyg'ur teatrida ishlayapsizlar. Sazanda bu yerda naqshchi inlarimiz bor, akalarimiz hammalasi shundoq siz degandek ayni bilan saqlashga tirishyapti. Endi ba'zi bir yerlarda bo'lib qoldi. Yag'an aykiltishlarni aynin bilmamda. Haddi hisobsiz qo'shib. Shu naq o'zini bilmamdi, o'sha bir yerlarda qo'shib qo'ydi. Boshqa bir ahang ketib qoldi. O xalq naqshlarini, bir jurish naqshlarini mumkin bo'lsa siz degandek aka buzmasa, ayni bilan aytsa, aynin saqlab qolsa, uni yaxshi bo'ladimi deb o'ylayman. Bu bir haqiqatan yaxshi bir fikr bo'ldi. Bizning ekran oldidagi barcha ko'rarmanlar, har xil ko'rarmanlar o'tirdi. Buni anglab, menchi bo'lsa, bir kichkina bo'lsa-ma qo'lga qistirib qoldi deb umid qilamiz. Yanimichu savol qo'ygan. Bu savolni qo'yganim endi Gabrielad buni yoshlarimizda bo'lsa-ma, aygim qo'shish kerak deb qo'shilib berdi o'lqi. Aygitishlarni endi satlashtirib aytamdiki, xalq bo'lsa-ma, xalq naqshlar ketmaydi deyman aka. Shunday desa, to'g'ri desa ukam. Endi bu narsani bu xalq naqshlari qo'shib olsak, chunki bundan keyingi avlodlarning o'rganishiga yomon cho'ng ta'sir qilgan ishda. Ashlar shu bo'yicha chelinib mangdi ekanda deb shu o'zgartgan petishi o'ginib mangdi, ammo burunqi aynan saqlab qololmaymiz vaqtida. Shundan keyin bu naqshlar buzilish tarafga qarab mangdi. Masalan, muqamlardimi shundaq ko'rinishlar paydo bo'lyapti. Keyingi avlodlar o'ylab qelish mumkin-da, bu ashtaq aygitish ekanda deb o'ylab qelish mumkin-da. To'g'ri, shuna. Amal bo'lsa, shu xalqimizdan taralgan xalq naqshlarini yoki butkul dunyoga taralgan bizning tonutgan 12 muqamni ayni bo'yicha saqlab qolsak, to'g'ri deysiz. Endi bu narsaga naytiliq zo'r kuch ketadi. Shundaq sizlarga o'xshash yetilib kelayotgan aynan shu o'z bo'yicha saqlab shu narsa ayni bo'yicha sizlarga o'xshash shundaq chelib aytib kelayotgan inlarimiz buningga nayti ahamiyat bilan diqqatchilik bilan shu qarasanlar bundan keyingi bolalarga ta'siri yomon zo'r o'tadi. Shuning uchun men sizlarningki chag'an musiqanglarni bir narsa qilib anglab turibman. Sizlar nayti obdan shu o'z ayni bo'yicha epmayapsizlar buni. Rahmat. Hattoki men sizlardek saqlab qolamayapman gapning jo'ni esam. Men chunki mening hayotim nurg'un vaqtda chet elda bo'lib ketdi. Uning ustiga bu xalq naqshlariga toza ko'ngil bo'lamay ketdim-da. Lekin biz xalqaro guruhimiz bilan bo'lib, uningda meningki o'ynayotgan rolim shu muqamlarni azroq bo'lsa aytib,
bir qisqartmalarını, xalq naqshlarining azroq qisqartmalarini aytib, shular bilan bir dunyoga yuzlantiraylik degan bir umid bilan bu hozirgi bo'layotgan o'zgarishchanliklarni o'zgarishchanliklarga endi ko'ngil bilamadim gapning ichiga. Endi boy gap nihoyat to'g'ri fikrni qilyapman. Endi biz shundoq bir o'zgarishlarni his qilib, shu narsalarni shallab etib mangsak, cho'qim bir tuz yo'lga kirib, tuz bilan shu muqomlarni aynan o'zining safligi bilan, xalq naqshlarini safligi bilan va bundan keyingi shu xalq naqshiga aylanayotgan naqshlarni safligi bilan etmang ketsizlar deb o'ylayman. Endi yana bir gapim, albatta, shu yangi bo'lgan chaqda shu narsalarni ammo yaqindagi hissiyot bilan o'zgartib, shu buningga qo'shadigan nimalar bilan butun kuch bilan etmangsanglar, bu bo'yicha mangayversa, bu texmi bir yuksak bir san'atga aylanadi deb o'ylayman. Rahmat aka. Nihoyat to'g'ri. Endi buni muqomlading'u uncha olam ansirmsaq bo'ldi. Chunki u notaga ilinib ketdi. Endi notadan neri sirt ketamaydigan bo'lishi kerak. Endi bo'lsa-mu Uyg'ur teatrida ko'p kuch chiqaryapmiz, muqomlarni ishlashga, muqomlarni tiklashga ko'p kuch chiqaryapmiz. Endi unutilib ketmagan xalq naqshlari buzilib ketmiska degan savolga aka. Rahmat aka. To'g'ri deysiz ukam, rahmat. Acayip yaxshi bir suhbat bo'ldi, ham yaxshi fikrlar o'tirg'i tashlandi. Men bek xush bo'lyapman. Qani endi yana siz bilan Shukrat aka suhbatimizni davomlashtirib o'tirib, buni siz ana diyorimizda shunday yaxshi o'qish o'rinlarida tahsil ko'rib, belgilik bir sabablar bilan dastlab Yaponiyaga ketibsiz, ondan Avstraliyada bugungi kunda yashayapsiz. Shu yerlar haqida qisqacha o'zingizning bir fikrlaringizni, ta'sirotlaringizni ham bugungi kunda Avstraliyada siz dunyo miqyosiga 12 muqomni ochiqsam degan bir maqsad modellaringizni olg'a qo'yib, bir muqom ansamblini qurdi degan xush xabarlarni biz to'rbatlardan angladik. Qani o'zingiz endi bugungi kunda og'zingizdan shu gaplarni anglagansiz. Ko'p rahmat. Endi men endi yana ham gapga kelsak, biz maktab bitagandan keyin bir 3 yil men vatanda shu teatrxonada xizmat qildim. Shu jarayonda mening bu chet elga chiqish g'oyam shu vaqtda emas bu. Kichigimdan shu chet elning kinolarini ko'rgandan keyin, chet elning dramalarini ko'rib chiqqandan keyin menda shunday bir o't paydo bo'lganda, men shunday bir narsalarni yarata olamanmi, mushlar o'xshash, mushlar cho'ng sahnlarda jura olamanmi deydigan ashtaq xiyollarim bor meningki. Ashtaq Anlaşılmışça daim küçük vaxtınızda, balığınızda şundak gap qilasınız ki. Kichigimdan tortib ashtaq chet elga chiqib ketmadi. Mening bir g'oyam bor-da, arzu armonlarim bor. Ammo maktabda o'qib kelgandan keyin bu arzularim amalga oshdi. Chunki mening rafiqam Ramila ningki bundan tanishgandan keyin aksi nima hadisning yo'ldoshi vatqankam hadisi mahbudam bular menga bu yo'lda yo'l ochganda shuningga men oldi bilan shu akamiz vatqan hadimiz mahbudimizga alohida cho'ng rahmatimni bildiraman. Shuningdan keyin bular men bular aytdimda, sizlar shu tunji hamda gap o'zgarib ketdi. Vatqankam hamda bu meditsin jihatda, doktorlik jihatda shu Yaponiyaga o'qishga bordi. O'qishga borgandan keyin hadimizni olib chiqib ketdi. Bular shu yoqda o'qib, doktorlikni olib qaytib keldi. Oxirgi bu hayotlarning yo'llari bilan bular shu Qozog'istonda kelib meshada yashaydi. Hozir o'zi yana shu o'zining kasbi bilan doktorlik bilan-da. Hamda akamiz doktor ashtlarni ilib bo'lgan ayni zamonlarda shu. Tunji bo'lib shu vatandan chiqqan doktorlar. Endi shu akamizga yo'l ochib berish bilan Yaponiyaga berib, Yaponiyada shu tilni o'rganib, shu san'at hayotimni shu yerda boshladim. Chunki bu san'at hayotimni boshlashdagi maqsadim endi shu kichik vaqtimdagi shu orzularga yetish. Endi shu yerga borgandan keyin bizda til yo'q-ku. O'rganolmaymiz boshqa narsani. Oldi bilan tilni
pişiqdab o'rganib anandan keyin mushu kasb kirib men mushu o'zimning orzu maqsadlarimga yetaman degan bir arzular bilan tilni pishiqlab o'rgandim. 1,5 yil o'rgandim. Shu orqali bularning tilni %80% egallab bo'ldim desam bo'ladi. Egallab anandan keyin maktab tarafga men musiqa chelib, ajnaqan maktabdan meni tanishtirib, u yoqlarga tanishtirib, qolgandan keyin men yo'limni tepib men o'sha rasmiy bir universitetga kirdim. San'at universitetiga kirib, yerda muntazam o'qib, bizning naqshchi bo'lsin, mayli aktyorlik bo'lsin, mayli musiqa bo'lsin, shularningki naqshlarni pishiqlab o'rganib, shu orqali o'zimningki mushu ko'nglimdagi orzularimni deyish, o'zimizningki mushu san'atimizni shularga yetkazish, shular bilan bir o'rtaq do'stlikni o'rnatish, mumkinchilik bo'lsa shular bilan mushu vatan kelib birlikda o'yin qo'yib, vatandagi san'atkorlarni shu Yaponiyaga va boshqa davlatlarga mumkinchilik bo'lsa chiqish degan orzularim bor edi. Endi Yaponiyaga chiqish arzu armonlarimga yetdim. Bu birisi. Bu siz Yaponiyaga mening anglashimcha mushu hozirgi bugungi kunda barchamiz sevib tingshaydigan naqshchi cho'lponlarimizni ana diyorimizdagi shu yoqqa taklif qilgan o'xshaysiz. Shundoq qo'yaymi, xatolar? To'g'ri deysiz ukam. Men shu yoqda o'qib, u yoqdagi o'zimning san'at yetakchim bo'lgan muallimlarim bilan yaxshi hamdamda bo'lib, ular bilan bir o'yinlarda bo'ldim, cho'ng sahnalarda. Shu orqali bularga men shu fikrlarni qildimda, bizning shu san'atkorlarimizni shu Yaponiyaga chiqqan bo'lsak, mishalarni ko'rib, ani biyalarningki madaniyatlarini bilgan bo'lsa, o'zimizningki sizlar bizning vatanga berib, bizning madaniyatlarimizni ko'rsanglar, tajriba almashtirib, o'rtaq bir do'stlik o'rnashtirgan bo'lsak degan fikrlarni qildim. Ma'lum u gapimni yo'lda qo'ymadi. Oxiri men vatanga qaytib borgandan keyin ikki qatam bizning san'atkorlarni Yaponiyaga chiqdim. Hatto Yaponiyadagi san'atkorlarni bu vatanga olib o'rtaq bir yo'l boshlagan. Nihoyat yaxshi. Endi bu ishingizni siz Avstraliyaga ko'chib kelgandan keyin Avstraliyada davomlashtirdingiz, shundaqmi? Shundoq. Undan keyin men endi ko'chman bo'lib Avstraliyaga ketdim. Avstraliyaga borgandan keyin endi Avstraliyaning sharoitida Yaponiyaga o'xshash bundaq sharoitlar yo'q ekan. Ammo gapning rostini demsam bo'lmaydi-da. U yerda yangi borgandan keyin nihoyat chiroyli, go'zal davlat ekan. O taraflardan ko'zimizni yummaymiz, ammo u yerda o'ltiraqlashgan ko'pincha ko'chman millat bo'lgandan keyin millat har xil millat yashagan ekan. Shunda bo'lganda bu san'at diyori sohasiga kirish bakmi qiyin ekanda. Boshda men hamda bu yoqqa qarab bu san'atningki yo'lini topa olamanmi deb jiq ansirgan.
Endi men o'zimninki o'ylagan niyatlarimni endi ko'nglimga pukkan chaqda menda shunday vujudimda yana g'ayrat qil degan bir narsa Medet beripti menga medet beripti dedi. Hamon chiqqankan men mushu japalarga chiday. Men g'ayrat qilib bir necha yil kurash qilib boqaman bu shu yo'lda dedim. Shuning bilan mening hayotim yerda til o'rganish bilan boshladim oldi bilan yana. İngliz tiliga kirdim. Kunduzi maktabda o'qiyman, kechda kunduzi ishlayman, kechda maktabda o'qiyman. Hamda u yerning ishlarim o'zinglar bilsizlar, ig'ir ba'zi ishlar. Hamda har yak bo'lganda shuningga chidash kerak-ku. Hamda har yerda ishning yenigi yo'q. Hamda shuningga bardoshlik berganda japadan qo'rqmagan odam halovat ko'rdi deydi ekan. Shuni o'ylab, men mushu japalarni yengib chiqsam, cho'qim men mushu o'zimning o'ylagan niyatimga yetaman degan maqsadda oxiri bu yo'lning jipning ushini tepib, shuning eslab turib, o'zimninki shu san'at yo'limni topdim edi. Patqoqimni milindiq, to'plog'imni milindiq. Shunday qilib oxiri ko'zimizda yosh bo'ldi, kulgan vaqtimiz bo'ldi, hammasini o'rtoqlashtirgan chaqda oxirgi vaqtda men yana yengib chiqdim uni. Nihoyat yaxshi. Bu 12 muqam ansamblini qurish haqidagi qisqacha endi muqam ansambldagi qurish asli meningki ashadagi maqsadlarim shu, endi shu Japan tatishning maqsadi kelajakdagi maqsadim shu-ku. Endi o'zimizningki bir aşağıdaki muqamlarimizni, xalq naqshlarimizni, shu madaniyatlarimizni, shularni bir Yapondagidek bir aniq bildirib ko'rsatib olsam degan umidlar bilan bular bilan do'stlik o'rnashtirdik. Tunji qitim meningki 3 kishilik bir guruhni boshladik. Guruhdan boshlab bu guruh 6 bo'ldi, 20 bo'ldi. Hatta 50-100 gün mü oldu? Hazır 100'e yetip, 100'ün aştı desek mi oldu? Şununla başlangan hayatımız bana bu yolunu içmedi. Aldı bilen ben özümdeki yolumunu tapkışı manınca ben özüm berdaşlık verip durdum, aşmay. Azırak yolumunu tapay. Bunu da muşu sanatkarlar bilen birleşip durup, tekimi cık adamga özümün özümüzün sanatını bildirip durup, Anikin muqam ansamblini qurman deydigan menda shunday bir cho'ng g'oya bo'ldi. Oxiri shu umidlarimga, shu arzu maqsadlarimga yetdim. Uni muqam ansamblini 2019-yil 7-oyning 20-kuni qurib 20 necha davlatninki o'sha hay'atlarini, bosh hay'atlarini chaqirdim. Avstraliya hukumatininki parlamentning hay'atlarini chaqirdim. Parlamentninki ministerlar, tön ikinci derecelik ministerlar kelip qatnaşdı. Aşılarning qo'llab quvvatlashi va bizningki shu xalqarалық guruhimizning direktorininki qo'llab quvvatlashi bilan 12 muqamning 80 necha odam bilan qurib chiqdik. Buningda bizningki shu yerda yashayotgan jamiyatlarimiz mayli Sydney bo'lsin, Melbourne, Adelaide va Perth boshqa shaharlardan bizning o'zimizning xalqlari qo'llab quvvatlab berdi. Shu yerda yashayotgan barliq xalqlar qo'llab quvvatladi. Shu orqali bu 12 muqamni qurishga müyesser oldu. Hem muqam uyini özünüz? Hem muqam uyini özüm yasap çıktım. Yasap çıktınız. Şu özümninki iştiyakım bu aşka. Başta özüm şu muqam uyini kuray. Dep aldılar muqamını kurdum. Kurup enikin muqam uyini kurdum. Uyum hem de bek çoğun emas hazırkemge. İqtisat hem de şaraiti bilen kişilik bir 4 metrede 4 metre kılıp bir öğünü yasadım hem de bu muqam öğün boptu. Hem de qarsam işe kirsanlar bir resmi bir muzeum bunun işi. Şu muqamga ait materyallar, xalq naqshiga ait materiallar, bizningki san'at o'tganki san'atkorlarimizning ko'rgazma qilib materiallari, danliq rassamchilarimizninki san'at cho'lponlarimizning butun hattoki mush Qozog'iston diyoridagi san'atkorlarning butun men bu millat armayman, bu san'at deganda millat yo'q-ku. San'atning millati yo'q bo'lmaydi. Ham chegara yo'q. Hammasi mush mayli
qana Qazaq qarindoshlarning bo'lsin, o'zbek qarindoshlarning bo'lsin, hammasiniki shu mening nimamning ichida bor. Muzeumningki. Muqam uyida bor. Endi men mush muqam uyini endi hukumatga talab qildim. Uyim sal kichik bo'lib qoldi. Menga bir cho'ngaroq bir yer bersanglar, men cho'ngaroq bir mush muqam uyini yuqaroq qilib bir teatrxon shaklida qilib men bütün işlerimni shu yerda qilsam degan umidni talab qilib qo'ydim. Endi bu talablarimni shu hukumat sundirmas dedim. Endi ular bo'ladi degan bo'ladi deb kesib aytmaydi. Bo'ladi biz o'ylashayli dedi. Ama ular chuqur qipirdi degan bir arzularim bor. Umidlarim bor. Men davomli shunga intilaman. Anoniki men bu muqam uyda emas, meningki san'at hayotim masalan shu Avstraliyada oila bo'yicha shu muzeum qanı qo'yilgan bizningki shu tarjimonlarim bor. Buningki suratlarimiz shu san'at hayotim shu nimalarda muzeumlarda saqlanyapti. Masalan Yaponiyada shunday bo'lgan. Yaponiyada mushlar bütün san'at hayotimni saqlab turyapti. Ham Yaponiyada tunji yana bir narsani deb qo'yibdim, o'tirliqni qistirib qo'yamiz o'sha vaqtida. Yaponiyadagi shu tunji Uyg'ur lazer nurliq plastikini men vatanga so'g'is sifatida shu Yaponiyada ishlab olib bordim. Anladim. Bu tunji qatamliq vatanga so'g'an bo'ldi. Ham o'zim vatandan tunji qatam chiqqan o'sha san'at o'qishda chiqqan bir san'atkor. San'at doirasida men, hamda undan boshqa doiralar chiqqanlar ko'p bo'lishi mumkin, ammo san'at doirasida tunji qatamliq o'qishga chiqqan chet elga mendan boshlangan. Yaxshi. Qiziq suhbat bo'ldi-da. Hammamiz shundaq siz bilan faxrlanib o'tiryapmiz. Endi ekran oldidagi ko'rarmanlarni, mushu o'tagan mehmonlarni meni qiziqtirgan birla savol qisqacha javob bersangiz, o'zingizning endi oilangiz, rafiqingiz, farzandlaringiz haqida aytib o'tsangiz. Rahmat. Endi men Yaponiyaga chiqqan chaqda men oldindan o'zim chiqdim, keyin mening ayolim chiqdi. Men 91-yili to'y qilgan. Yaponiyada o'qish vaqtimda bir yarim yil o'qish vaqtim tugab, men universitetga san'at hayotimni o'sha yerda universitetga kirganda, kirishdan burun men bir to'y qilib ayolimni Yaponiyaga ikkilay degan bir o'y xiyol bilan bordim, to'y qildim. 91-yil to'y qildik. Andan keyin men o'zim chiqib ketdim. Uydagilar bir 3 oydan keyin, 4 oydan keyin Yaponiyaga keldim. Ishga edik, 3 yildik Yaponiyada. Birinchi qizim Yaponiyada 92-yili dunyoga keldi. Hozir qizimning ismi Rafaela. Yaponiyada tug'ilgan. Hozir 28 yoshga kirib qolay dedi. O'zining xizmatlari bilan aldirash bo'lib, hozir qadar to'y qilolmadi. Mümkün bo'lsa bir yaxshi yigitlar bo'lsa, shu qizimning bir to'yini tugatsak degan gap. Endi ikkinchi navbatga o'tganda Avstraliyaga kelganda biz ham 3 ham bo'ldik. Avstraliyaga kelib yana bir qizimni Alloh berdi. 4 ham bo'ldik. O qizim hozir cho'ng bo'lib, mana 22 yoshga kirib qolay dedi. Hozir o qizim universitetda o'qiyotdi. Endi ikkilisini muzikant qildim, yo'q. Ama bular boshqa kasblar bilan shug'ullanyapti, ammo muzikalarni tashlamaydi ular. Shu sizning izingizni bosdimi degan savol meni qiziqtiryapti. Hamda muqamlarni yoki xalq naqshlarini ijro qilammi? Bular muqamni yaxshi biladi. Xalq naqshini hamda cho'ng qizim boshda dutta o'rgangan. Menga shu qapqara qo'y ko'zligimni chag'izib, o'gitib bana resmi tenkeş olup çalattı. Ondan keyin o'zining o'qish nimalari bilan aldirash bo'lib, bir mezgil ularni tashlab qo'yibdi de. Men muamda o'qishlar aldirashgan keyin uning qistimidim. Keyin maktab tarafdan bu qiz flöt o'rgandi. Nima deb qo'ymoq Yevropachasiga. Flöta. Ondan keyin o'zigidan gitar o'rganib, hamda naqshini
ovozi yaxshi aytadi. Sahnaga chiqib aytib bering balam desam, xijil bo'ladi. Xijil bo'ladi. Alloh bursa bir kunda chiqib aytadi. O talant, qobiliyat sizdan singan bo'lsa, balada bir kun o aytadi. Rahmat mazmunluq suhbatingizga. Endi kichik vaqtimiz qis bo'lgandan keyin qolgan siz haqida gaplarni men sizdan olgan barliq video materiallar bo'lsin, ya gez jurnallarga chiqqan yerlardan bo'lsin, men xalqimizga tushuntirib aytib berman. Bugun mana sizga jo'r bo'lib kelib o'tagan bizning Uyg'ur teatridan mana shunday talantli san'atkor aka-inilarimizning jo'r bo'lishida endi ekran oldidagi ko'rarmanlarga chiroyli naqshlar bilan so'q qilsanglar. Yolunga bargıdek buldum canem. Yolunga bargıdek buldum canem. Kolumda kuş bıçağını Kolumda kuş bıçağını derdin ayama haneyin Yürekli yar diye ayıp oldum canım Söhbətimiz şunda qızvatıdı. Şükrət aka, məzmunluq söhbətlərinizdən bək məmnun olub oturvatımən. Sizgimi mana məşə kep otağan bizning sənətkar aka-inilərimizin yəni qiziqtirgan sualları bolsa, şu suallarını qoysa, fürsət yaratıb bəgən bolsa, qəni Abdümütəlib sizning bir qiziqtirgan sizni
Суаллар болса, фұрсаттан пайдаланып бір қойған болсаңыз акамызға мәрхәмәт. Xush kelibsiz, Shuhrat aka. Mushu Avstraliyada siz 13 kun muqamda ishlayapman dedingiz. Shu 13 kun muqamdan boshqa yana bir kinolarga tushdingizmi? Bir aktyorlik rollarni o'ynadingizmi? Naytı to'g'ri bir savolni sordum ukam. Men Avstraliyaga borgan ekan, muqam shu xalq naqshlari deymiz, mushlarni etishdan sirt Yevropa usulubdagi naqshlarni etdim. Undan sirt hamda shu kinoga qatnashgan. Kinoga qatnashishdan burun men oldi bilan bu Şiyaninki Avstraliya davlatining ilanlariga qatnashdim. Bu ilan bo'lganda masalan mashinalarning tonuşturulgan ilanları, tish pastalarininki tonuşturulgan ilanları, yakımsa Amerika, Angliyalarninki işte köpleyen ve nurgun devletlerninki işte ilanlarını işlep şu arkalık Avustralya'nınki bir kinosuga tanınıp kaldım da. O kinoda bana başta bir çoğun rolu beğenmedi. Yani bir yapıllık, bir Yakuza deb qo'yamiz. Bunda aytganda bir mafiyaninki kichkina qisqa bir rolini berdi de. Moshini sen o'ynaysan dedi. Ma'qul deb ma'qul dedim. Lekin bular bir ikki mashq qildirdi. Shu jarayonda bo'ldi deb. Lekin rasmiy shuni o'ynadik. O'ynagandan keyin bir ikki qitim eplom nihoyat yaxshi o'ynadik. Seni tabriklaymiz deb. Şu arkalık üyedeki kino işleş yolum içilip gitti. Ondan sonra bulanın ki o kinonun ismi hem de şu kısımlık bir televizyon film kinosu. Müştak bir kino bilen başlandıgan bu sanat hayat. Kinoçılık hayat. Kino sanatideki hayatımda. Ondan sonra buna şerq ve garip bir diyen kino tanıdı. Onu hem de İngilizce desek S-101 diyen. Bunun tanıdı, bunun da Avustralya'nınki sakçısının rolünü oynadım. Bu ikinci kıtımlık film oldu. Üçüncü kıtımlıkta yana bir Japon'unki bir film tanıp kaldı. O hem de dokumentariylik kino. Onun da ben başrolünü aldım. O bir saatlik kino. Onun da başrolünü alıp şunun bilen mening sanat kinochilik yo'lim ichilib keyin bu Hollywoodla Fox Studio'ningki bir sanat kino sanatkor bo'lib qoldim shuningda. Avstraliyada ishlaydigan bo'lib qilib shuningga tanlab qoldim men. U yoqqa mening rasmimni o'tgan shu ular meni tanlab qoldi buningda. Qaysi kino desanglar de Wolverine deb qo'yamiz buningki kinoning ismini. Qo'lidan temir tırnak chiqadigan bir bo'ri odam bor. Onu cho'qim ularning kinosini ko'rgan bo'lsanglar kerak. O odamning ismini Hugh Jackman deb qo'ydi. Shuningki kinosi tanlandim. Ular bilan bir 40 kun atrofida shu kino ishlash jarayonida bo'ldik. Bu hamda Hollywoodningki cho'ng bir filmlarida bu menga kelgan bir cho'ng fursat bo'ldi. Hamda mengalam emas, butun shu Uyg'urlarning ishi tuncha bo'lib, shu kinoga kirgan, hamda shu men bo'ptim hamda. Bularning ishidimi? Bular mo'shtaq qo'ydi menga. Siz mush Uyg'urda tuncha qitimliq kinoga kirgan yigit sen bo'lding. Biz chiq izladik filmni. Hech qanday filmda hamda Hollywoodda ishlangan bir Uyg'urning ismini ko'rmadik dedi. Şunun bilan ikinci qitimliqqa yana bir kino tanlanibdi men. O hamda dunyoga dangliq Angelina Jolie deydi. Şu Angelina Jolie o'zi direktorlik qilib qilgan kinoda. O Yaponiyaning ikinci dünya urushininki kinosi. Uningda men yaponlik askarninki bir rolni elib, shu asarga tushganlarni hep mangan rolim bor. Gerçi rolim qisqa bo'lsa-mu, bu yerda rolning kichik uzunlik ketmaydi. Endi shuni muvaffaqiyatlik o'rinlab bersang, seninki shu g'alaba qozonganing shu. Ham shu kino qatnashganligimning o'zi bir cho'ng g'alaba deb o'ylayman.
Bu ikinci kino. Hem de üçüncü kinoda bizniki Avustralya'nınki Anzac uruşu da bir Türkiye bilen Avustralya Amerika üçü birleşip bir kino işledi. Bunun hem de üçüncü kıtımlık bu kino katnaştım. Bunun gibi yani şu Hollywood'ninki direktörler gelip işleyen kino. Lakin o kino tek bitip olmadı. Bu kino hem de şu oturluktalık Covid kesellik sebebiyle şunu doğru kılıp ahır kılıp kaldı bunu da. Onu hem de belki muş yıllarının ahirsiyekiler yıllardan işlep tüketiş mümkün de oylayın. Endi bu sanatning turlari ko'p. Bay mana biz musiqa san'ati 12 muqam haqida gap qildik. Musiqa san'ati, usul san'ati, bu kino san'ati haqida Abdumutallib shunday yaxshi bir savolni qo'yib qo'ydi. Bu qiringiznimi mana angladik. Shuningga qaraganda Abdumutallib o'zingizmi bir kinolarda tushdingizmi deyman? Bu savol sizni qiziqtirgan ekan. Sana dey degandim. Endi sizlarmi bir mishaniki bir san'atkor bo'lgan suhbatinglar bilan shu mishaniki Qozog'istondagi kinolarga va chet elning kinolarga yoki bo'lsa drama qandaq dramalarda rol o'yindinglar shuni bir so'rab boqay degandim men bu qalbinur yaxshi Menimi qiziqtiryapti degan qalbinur yaxshi dedi menimi qiziqtirdi bu bir yaxshi bir suhbat albatta o'zaro suhbat yurgizayotgandan keyin sizlar shunday bir rollarni o'ynaganmi Endi men Қазақ елі деген кино түштім. Қазақ елі деген кино Еркетте Вильвайн мечеті түшеді, о киноны. Вильвайн мечетіда әшу ханның ордысы қылып әшет түшеді. Әнді үйедім біз мұшы ұйғыр театрдың 5-6 бал бадық. Bir 10 минутлық bir қысқа bir немге ролға түштік. Қысқа көрініш түштік. Әшу ең қысыз дегендек o bir saatda emas kep 10 minut emas yaxshi tushib muvaffaqiyat qozonib keldik ash kinoda. To'g'ri, yaxshi. Ashunga biz xo'shal bo'ldik. 10 minut bo'lsa, 1 soat bo'lsa endi u ash kino tushdik. Undan keyin tushgan yerimiz jiq, biroq shu 5 minutlik, 10 minutlik shu kinolarga chaqirdi, bormiz, tushimiz. Bu kinoda bu Qozoq eli degan kinoda biz saz chep tushdik. Saz chep shu Uyg'ur san'atini yana shu yerga ko'rsatdinglar. Bizniki buni ilhom sazini chaldik. Ilhom sazi bor bizda Uyg'urlarda Uyg'urlar so'yib tanishadigan. Ilhom sazini chaldik. Shu yerda bizning usulchi qizlar usul o'ynab tushdi. Bir 5-7 minut mumkin ashtaq. Ashtaq tushdik. O chaqda biz tushganda yomon qattiq so'g'ib bo'ldi tag'i. U yerda bizni qilinmi kindimaydi-ki. Shu yalangli kinomiz ash kiyim bilan yurimiz. Qishning kunimi? Qishning kuni tushdik. Mechitning ichi sovuq, o't qolmaydi u yerda. Kechalik tushdik. Kechalik tushsaqmi? Mechitning sirtidan har bir derazaga yop-yo'riq lampochkalarni qo'yib edi. Shu kunduz o'xshash tushdik ichi shu. Kechalik tushdik, keyin kunduz o'xshash tushdik. Shu ashtaq kinolarga tushdik. Hozirmi bor endi chaqirayotganlar, chaqirganda shu 5 minut, 3 minut, 4 minutlik tushadigan yerlar. Nəhayət yaxşı. Məş Uyğurun sənətini göstərirsizlər də o kinolardamı? Şu. Mana bu qandaq yaxşı mana. Tarixdə məngə qaldığan. Uyğurun sənətini şu hər bir kinoların arasında Uyğurun sənətini göstərirsiniz. Nəhayət yaxşı. Apırın. Bək xoş oldum. Şu Qozog'iston deyirəm rəhmət. Məştaq kənçilik qılıb mana hazır bizni Uyğurlarni kinolarni qısa kinolarni çıxırıb atsa bizni unutmaydı. Məştaq kelib qatnışıb beringlar deb. Ajoyib. Məştaq bir qıldı. Rəhmət. Endi Şöhrət aka mana məşəxdə otağan yaş jigit inimizning sizga qo'ydigan bir savoli bada qilib turdi. Chunki bu inimiz o'zi shu bizning ana diyorimizda mush san'at yo'lida tahsil ko'rib chiqdi. O'qib, o'rganib shu yoqdagi ustozlardan. Qani Şöhrət aka shundaq yaxshi suhbat qilib, yaxshi o'tiryapmiz. Endi mening bir savolim bor sizga. San'atkor bo'lgandan keyin shu asbob chaqandan keyin shu asbobning sizga qo'ydigan savolim shu asbobni ta'mirini qandaq yog'ochdan yozsa yaxshi bo'ldi deb bir savol qo'ymoqchi sizga. Ya'ni anglasam shu bizning milliy asbobni elektronlik o'zgartibsiz siz. Shu uning qayeri yaxshi? Farqi nima? Farqi nima?
қандақ болды деп Қызық сауал. қоймақчысыз. Мехрдан нағайт қызықарлық бір суал қойдыңыз. Әлбәтте, сазенді болғанды кен өзі тұтып, сөйіп, мұшы чалыдыған әсвапның қандақ яғашладың, ясылдығыны, қандақ мұныңғы тарланың орынлаштырдығыны бәк қызықтырып атыды. Бұл біздің яш әвлатлай үшін бір қызықарлық суал һәм дәріс болды. Тоғыр бір суалны Mürekkep yaxşı bir sualını otur koydum Mehir'den. Bu hafta ben hem özüm temberini yasap bakmadım. Ama benim ustazım boğan. Yani ustazım boğanda şu Nuri İkkam tember Şahi Nuri İkkam'ın ki dadısı. Tursun Kam ustaz da. Senever'nin dadısı Ahvay Karvaylar'ın ki dadısı da hem Esencan Hüsencanlar'ın ki. Ben Küçük vaktimde dadam beni şu adamga müzik yasaşqa, müzikini mi yasaşsın dep evetken. Hem de o küçük vaktlarımız boğan iken müziki yasaşmayak durup oyun bilen bolup kettik edi. Vallahi ulan. Yani ken saz ögündüğüm o vallahi ulan saz çaldım bolup kettik edi yani ken. Yani o müziki yasaganda kirip körme ama. Yani bu kandak yağaçlarını koyduğalığını ben ilki Nimemde yok, ben şunu sordum şu ustazdan da, Tursun Kam ustazdan. Tursun da moşunun kandak yağaçlarını işletebilirsiniz de bir gün kirip sorsam, bu balam bu her xil yağaçlar var, en yaxşı bulduğunu üzümnün yağışı degen. Bununla üzümnün yağışı bolganda tembirninki 100'lükige üzümnünki yağışını işletigen. Bosa muşu her taraflarıga. Hem de ma beşiğe ürükninki çoğun yerlerine elip ürükninki yağışlarını işletkenken de ürük bilen tam aşı üzümninkini. Ondan başka kargayninki yağışlarını işletken. Benim şu vaxtada şu isimde kalganda. Hazır hem de ma o hazır vakit gelgen çağda başka xildeki yağışlarını işletilgan boldu edip oylayım ben özüm. Hem de mao yani birsiga bu duttani temberini men qandaqda bir elektrik qilish mening shu maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda shunday bir o'y xayollar bor. Bu biz vatanga borgan ekan o soz chelish bilan naqsh etish bilan dram o'ynash bilan bo'lib ketdik, o'qib qoldi. Ammo men Yaponiyaga chiqqan chaqda Yapondaki şu sanatkarlar bilan oyun qo'ygan bo'libmi şu sanatkarlar bilan oyun qo'ygan şu jarayonlarda menga bek ig'ir kelgani şu bay degan elektronlik qimmi şu sazlarimizniki elektronlik bo'lmaganligi biroz mening beshimni qaytirdi-da. Chunki hammasi keladi, hammasiniki şu Japonya'nınki bizden rahatlığa okşaydıgan bir sazlar var. Şamisen deyimiz, üç tarlıkta. Aşılardan tatıp elektronlik vargan. Keli çatıda ola şu can çalı demesi de. Bir turuplan. Gitarlarının şu. Ama menço degen çağda düttane sazlap mikrofonla tanışap buğuçu bir muncha vaqt ketdi. Onun için o'rindiq kerak da menga. Hem işte mikrofon gerek. Ben bir mezgil muşta kılıp tuttum. Ken Şamisançı dostumuzun sorap ben bu şunu yasaydığan bir orununu bana dep bersem, ben şu dutan alıp baksam, moşunu bana muşta bir şekilde bir yasap bergen olsa dep. Yani izleyip ahire bu dutanı elektronlik kıldım. Tembirini mi elektronlik kıldım da? Tembirini elektronlik kılgan çağda kanını teşkizmedim. Aşı yüzüge çaplaplı koyduğum bir mikrofonu var ki bulanın şu arkalık bu tembirini elektronlik aldım. O tembirini asan uçuştu ama dutanın biraz kıyın uçuştu da. Ama yüzüge elip resmi gitarlarını okşaş simlarını bekitip kıgan. Onun tanışak bekitip bu 91. yıldaki işler. Ananınken bunun da muvaffakiyetli boğanıken o resmi xalqaralık seviyeye kirip çağıdak bo'ldi da. Bu birinchi qitimliq tajriba. Bu mu bir yengil? Endi ikkinchi qitimliq tajribam buni yana Avstraliyaga kelgan ekan biz ba'zida shu rock and roll muzikalarni o'ynaymiz-ku. O'ynagan chaqda bu muzikalarni
endi yana bir kadar ilgirlashtirishga duch keldim. Bununla ma'u putulan tanshaklarni ilib uni qilib baqdiq. Onun bilan bu texmo saz bo'ldi da. Albatta bu elektronlik qilgankan buni mo'ranga esish to'g'ri keladi-ku. Tasmalarni bekitib, bo'yinga esib turib, ashlarga o'xshash çaladigan qildik-da buni. Hem mesela rock and roll'larni, pop muzikalarni çep oyunu çalgan çaqlarda aşılar o'xshash, aşılar qanday o'ynab çalgan bo'lsa, bizmi aşı o'ynab jurib duttalarni aşı xuddi chatalininki asboblaridek-da. Biz mana shu bizning o'zimizniki duttatdan bir asboblarimiz, çalgı asboblarimizni shu saviyaga keldim-da, xalqaroliq saviyada bo'ldi endi. Nihoyat yaxshi. Nega yaxshi mana. Acayip yaxşı söhbət boldu. Mən bugünkü söhbətimdən özüm bək məmnun bo'lib, xushal bo'lib, xursand bo'lib o'tiryapman. Ekran oldidagi ko'rarmanlarmi, yosh do'stlar bo'libmi, yosh avlodlarimiz buni anglasa, ko'p narsani bugünkü bizning shu programmamizdan o'rganadi, ulgu oladi deb umid qilaman. Bizning programmamiz oyoqlashib kelyapti. Endi mush ekran oldidagi ko'rarmanlarga, bizning Qadam TV'ga aytadigan taklif, fikr yoki bo'lmasa tilaklaringlar bo'lsa marhamat. Endi mening mushu bo'libmi yoshlarga buniki kelgusidagi bolalarga deydiganim mumkinchilik bo'lsa mushu bizningki san'at madaniyatlarimizni davomlashtirsa deydigan umidim bor. Bo'libmi bizningki muqomlarimiz yo'qolib ketmasligi uchun, yolg'iz qolmasligi uchun o'zimizningki hatto shu duttatdan bir saz muzikalarimizni davomli millatimizningki shu butun dunyo xalqininki shu Qozog'iston diyorining har qanday yerlarda dunyo yangrab turishini umid qilaman. Bo'lsa sizlarmi japoliq ishlab shu kelgusi yoshlarga ulgu bo'lib shular o'gitib o'tgan bo'lsanglar. Iltimosda, shunday yaxshi. Shuni iltimos qilma. Oxirida butun shu Qozog'iston diyoridagilarga, butun Qozog'iston davlatidagilarga alohida rahmatimni bildiraman. Shunday bir fursatlarni yaratib sizlarga, shunday bir go'zal tuproqda yana inoq ittifoq bo'lib o'tayotganliginglardan intayin xush bo'ldim. Bu bakmo xushlanarlik bir ish. Oqat, rahmat. Qozog'iston davlatiga ko'p rahmat. Qozog'iston davlatiga barliq hamda yalnız Uyg'urlarlam emas mushadiki qozoq qarindoshlarimiz, qirg'iz qarindoshlarimiz deymiz. Barliq mushad ba qarindoshlarning hammasi Avstraliyaga kelib, hammamiz hamdamda bo'lib bir do'stlik mushaq san'at ko'rigini yasab, o'zaro bir-birimiz bilan texmo ittifoqda bo'lib o'tgan bo'lsak deydigan shunday bir umidlar bilan men mush qitim kelgan. Shu umidlarimninki birsiga yetdim deb o'ylayman. Hammanglarni Avstraliyaga kelishinglarni taklif qilaman. Marhamat. Rahmat, aprin. Shukrat aka, ham kelgan barcha sazanda aka inilar, do'stlar, bugungi suhbatimizga qatnashib berganinglardan yana bir qitim xushal bo'lib, sizlarga alohida Qadam TV bizning ma'muriyat tarafdan rahmatimni aytaman. Mana suhbatimiz mush yerda oyoqlashib qolibdi. Qadrlik ekran oldidagi ko'rarmanlar, bugungi bizning Uyg'ur madaniyati programmamiz mana mush yerda oyoqlashib qoldi. Biz sizlar bilan xo'shlashmaymiz, yana bir programmalarimizda didorlashguncha omon bo'laylik deymiz. Ala deşti ara Mecnun senindek memiş devran huyumdek her zaman bir görmegen
yadıda sergerdan Niyektum alalımga Beliyet deşti dekhayet Nisel da vücudum gamalamet Bekridek hayet Zemnin şehridin kessen Beni yuhlar kim bamu Beni yuhlar kim bamu Biyadın başılıp kessem Beni yuhlar kim bamu Gribnin şehride yürüsem Beni yuhlar kim bamu Bu miskin zar meşrebnim Vay kişi halini bilmeydi Vay kişi halini bilmeydi Biyadın başılıp kessem Beni yuhlar kim bamu Biyadın başılıp kessem Beni yuhlar kim bamu Hemen baray mikin anda Yar kiler mikin munda Hemen baray mikin anda Yar kiler mikin munda Bir yer gaya kirek bulsa Ürgülmen şayigil Türgülmen şayigil Kol silip kiler munda Yar yaşayigil Kol silip kiler munda Yar yaşayigil Yarım killar Kol silip Tuğra tuğra yol iller Yarım killar Kol silip Tuğra tuğra yol iller Ayaktan çıkıp kella Yüreğimge o silip Ayaktan çıkıp kella Yüreğimge o silip Yarım değmen, yana değmen Ölmesek yerleri değmen Yarım değmen, yana değmen Ölmesek yerleri değmen Benim tatkan dedim de Ölmese birleri değmen Benim tatkan dedim de Ölmese birleri değmen Benim tatkan dedim de Ölmese birleri değmen Haya derdim Vay derdem Uyghur medeniyeti